Yo, barchaga salom, sizlar bilan har doimgidek Rahmat kanali. Bo'lmasa iltimos Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube'da atiga 3 tagina qoldik. 3 tagina podpiska va 500 bilamiz. Albatta 500 ta bo'lgach Omonxon yoki boshqa blogerlarga o'xshab video olib boshlayman. Masalan, boshqa deganim bilan, masalan, Omonxonga o'xshaman ko'proq. Omonxonga o'xshab videolarni olib boshlayman. Iltimos obunachilar, shunga ham harakat qilyapman. Shunday obunachilar, albatta vacha videosining ikkinchi qismi ham chiqadi tezroq. Chunki hozir vaqtim yoki narsam bo'lganligi yo'q, shuning uchun ham chiqara olmayman. Albatta obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarga uzunroq videolar yoqadimi yoki kalta, qisqa videolar yoqadimi? Uni ham qisqa videoni ham montajlab, chiroyli qilib chiqaraman. Uzun videoni ham shunday chiqaraman. Sizlarga ko'proq qaysi biri yoqadi? Bo'lak ko'p mayda bo'lgan yaxshimi yoki birdaniga uzun butun bo'lgan yaxshimi? Ikkita uchta bo'lak bo'lib. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgandek tezroq vacha videosi chiqadi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.